75.000 dona. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 4-yanvar, haftani yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab bozor 6:30 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti. 10 da o'zi sotuvchilar yig'ishtirishni boshlaydi. Vaqtliroq kelaverasizlar bozorga. Bularning narxi bilan tanishamiz hozir. Nech pul deyapsiz endi? Bularimiz 100 mingdan. Bular 100 ming so'mdan ekan. Pachkagami, donagami? Pachka narximiz. Pachka narxi 100 ming so'm, donaga olsa nech pul? 110 ming. Donaga 110 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa bularimizni? 50 dan 60 gacha razmer ekan. Xo'p. Dona pachkaga sotilaveradi. Mana Versace deb tosh bosilganlari qanaqa bular? Nech pul? Palatlarimiz bular 75 ming. Ular 75 ming so'mdan ekan. Bambuk, Jazlain bambuk. Jazlain bambuk ekan. Bo'yi nechi buni? Uzunligi? Bo'yi 1.45. 1.45 ekan bo'yi. 50 dan 60 gacha razmer. 50 dan 60 gacha razmer ekan. Ranglarimiz bor. Donaga nech pul? Dona 75 ming. Donaga 75 ming so'm, pachkaga 70 ming so'm ekan. Mana ro'parada turganlari nech pul? Shers ko'ylaklarimiz. Shers ko'ylaklar 80 ming so'm, pachkagami, donagami? Pachka narxi 80 ming so'm, dona narxi 85 ming so'm ekan. Razmeri Razmeri 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha razmer. Bularchi mana Chanel deb qo'yganlari. Xalat lozim ekan-a bular. Xalat lozimlar. Bulardan 75 ming pachka. Pachka narxi 75 ming so'm, dona narxi Dona 80. 80 ming so'm ekan. Bularchi? Qalin nachoslilarimiz Qalin nachoslilari 100 ming so'm ekan pachkaga. Donaga nech pul? Donaga ham shunaqta qilib berishaverar ekan. 100 ming so'm ekan. Donaga ham, pachkaga ham. Razmeri 50 dan 56 gacha ekan razmeri. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar. O'zlaringiz ishlab chiqarasizlar, a? ha, o'zimiz chiqaramiz. Bularning katta eng katta Telefon nomeringiz nechi? 91lik 91lik 144 144 80 87 80 87 ga aloqaga chiqasizlar. Mana shu ko'ylaklar kerak bo'lsa,